Mendan juda ham ko'pchilik so'raydi, iPhone'ning kamerasini qanaqa to'g'ri nastroyka qilish kerak. Hozirgi video ham iPhone'da tushirilyapti. iPhone'ning kamerasini to'ppa-to'g'ri nastroyka qilib qo'yganman va hozir sizlarga qanaqa to'g'ri nastroyka qilishni o'rgatib qo'yaman. Uning uchun siz videoga like bosib qo'ying. Ko'pchilikka foydali bo'ladi. Nastroykaga kiramiz, kirganimizdan keyin kameraga kiramiz, Zaps videoga kiramiz, kirganimizdan keyin 4K 60 ta kadrga qo'yib qo'yamiz. Qo'yganimizdan keyin PAL rejimni yoqib qo'yamiz. Ulучшение stabilizatsiyani yoqib qo'yamiz. Yoqib qo'yganimizdan keyin action'ni ham yoqamiz. HDR o'chirib qo'yamiz. Auto bir частый kadrni o'chirib qo'yamiz. Nazat qilamiz. Qilganimizdan keyin fiksatsiya rejim kamerani o'chirib qo'yamiz. Keyin yana nazat qilib chiqib ketamiz. Keyin Zaps zamedlenniy videoga kiramiz. 4K 120 ta kadr qo'yib qo'yamiz. Qo'yganimizdan keyin nazat qilamiz. Zaps Kino Effect rejimga 4K 30 ta kadr belgilab qo'yamiz. Keyin yana nazat qilamiz. Formatga kiramiz. Formatga kirganimizdan keyin высокий effektivniyni yoqib qo'yamiz, galchik qo'yib qo'yamiz. Undan keyin Pro RAW yoqib qo'yamiz va Pro Res ham yoqib qo'yamiz. Keyin yana nazat qilamiz. Keyin sal pastroqqa tushiramiz, уровеньni yoqib qo'yamiz. Уровеньni yoqib qo'yganimizdan keyin передняя kamera zerkalniyni yoqib qo'yamiz. Yoqganimizdan keyin identifikatorga kiramiz. Live photoni yoqib qo'yamiz, rejim action'ni ham yoqib qo'yamiz. Keyin yana nazat qilamiz. Sal pastroqqa tushiramiz. Avto makronni yoqib qo'yamiz. Keyin sovet obyektivi ham yoqib qo'yamiz. Bo'ldi. Endi sizlarning kameranglar ideal bo'ldi. Bemalol endi videoga rasmni tushirsanglar bo'ladi. Juda ham sifatli chiqadi rasm ham, video ham. Mana endi iPhone'ingizning kamerasi to'ppa-to'g'ri nastroyka qilindi. Shaxsan o'zim ham xuddi shunaqa nastroykadan foydalanaman. Agar sizga video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'ying. Mana shu videoni iPhonechi do'stingizlarga jo'natib qo'yinglar. Ularga ham foydali bo'ladi.